Yo'q, o'zbekcha gapirmaysizmi? Ha, o'zbekcha gapirishimiz kerak. Jamanbob narsa ekan. Qadiyu. Jamanbob narsa ekan. Farshli ekan, takoylagan sochniga o'xshyapti. Faqat endi bu yoqda ochiq havoda o'tirgan, sal sovib qolgan jihatini hisobga olmasak. Lekin qarang, menga yoqyapti. Assalomu alaykum hammaga. Hammaga assalom. Aziz aka bilasizmi nima bo'tamiz? Bilaman. Siz ayta qoling nimaga bo'ttaligimizni. O'zi ham chiroyli qilib kommentariy yozishgan ekan. Kelmasa bo'lmasdi. Shuning uchun sekingina kelib qoldim. To'g'risini aytsam, restoranga kelish niyatim yo'q edi. Burgerdan keyin burger yoquvdi, to'g'ri. Lekin yozishgan kommentariylarga meni bu yoqqa kelishga majbur qildi desam bo'ladi. Chunki hozir botdan chiqib ikkinchi filialga ham prinsipialni boraman. Gapligiga javob berishadimi yoki kar-kar qilishadimi? Kommentariyani oz chiqazib qo'yamiz. Ikkita ekanmi filial? Ikkita ekan. Faqat cho'tni bilaman. Yo'q, men o'rganib keldim. Yo'q, bo'ldi. Men Xorazm taomlarini o'rganib keldim. Bular joylarni o'rganib keldim. Ketdi bir ko'ringlar, kar-karmi yoki gapga javob berishadi. Hozir ko'ramiz. Bugun ozgina o'zgartirish kiritdik. Sababi biza Xorazm taomlarini hammasini bilmas ekanmiz. Shu sababdan mana Og'abey ukamizdan iltimos qilishdi. Buyurtma berayotgan odamlar o'zingiz bilib taklif qiling deb o'shanga hozir so'raymiz nima olib kelganlari. Bu unoshining ichida mayda-mayda xamir bo'ladi. Bu ayollarimiz o'zi qo'lda qiladi, ko'chadan sotib olib kelinmaydi. Ugra. Ugra. Ugra, lekin ugra sal yiriroq bo'ladi. Bu vashsha qaraydi, mana mayda to'g'ralgan ekan. Ha, mana bu 10 kunlik pomidor. Yo'q, 3 kunlik pomidor bu. 3 kunlik pomidor. Turetsiyat shu. Biza Xorazm ovqatlanish o'rni. Turistlar juda Agar mana bu qamish salati, o'zimiz ferminiy salat diyeta qilayotgan odamlar mana shundan ko'proq zakaz beradi. Bu xorazmcha non, go'shtli patir, keyin o'rtasida yer qizil patir. Bu pomidor sosidan qilinadi. Mana bu обычный. Xorazmda. Nonni Xorazmdan keladimi? Yo'q, bu Toshkentda qilinadi, lekin o'sha bizning filialimizda olib kelinadi. Hop, xullas, qattiqni men qo'shimchasiga aytdim, Novodoga qo'shib berishmas ekan. Ham go'shtli nonga lekin endi ish bor. Aytgancha, Mana uchun yog'li. apelsinli fresh sok olib kelishdi bizga. Gumba xorazmcha, bunisi yog'lisi, go'shtli. Go'shti bor. Bunisi xotirma, yog'siz variant. Bu chiburekka o'xshagan narsami shunda? Shunaqa. Bu ichida ismaloqdan qilingan ko'k gumma. Hop. Gummami? Gummami? Gomma. Gom. Islama, xotirma varianti. Aha. Bu go'shtli, ichida peres bo'ladi, keyin pomidor bo'ladi. Mayda-mayda. Hop. Bu xuddi shuna yog'li varianti. Endi Og'abek, mana shu sho'rvani olasiz, menga sho'rva to'g'risini aytaman, yog'lilik. Menga narva. Mana siz aytayotgan variant. Bolgarskiy pomidorlar bilan. Oka Novodo mana achchiq ekan. Yevering zahar kesar. Xullas chibureklar menga yoqadi. Endi buni sinamiz. Gumma oka. Gumma. Qarang, mana bularning mincha hammasi go'shtli ekan. Bunisi ko'rinishi boshqacha. Bu yoz pishgan, qarang pishgan bu oka. Hammasi uchun bilasizlar, men uchun maqtamayman. Lekin mana bu chibureklar cho'tki. Xo'sh, Og'abey nima olib kelyapsiz? Keling. Ko'ki bor. Galin. Bu ta'mirda pishgani, shu chevreklarni. Aha. Bunaqasi ham bor. Mana nimada pishgan edi? Buni men rangi qildi. Qani, bu yog'da qovurilgani, bu qotirmas. Ya'ni Yog'siz просто. yog' qo'shilmaydi. Voy. Bu shukari. Endi savol, Og'abey. Buni bizani tanib qolib shunaqa go'shtli qilib keldingizmi yoki Har doim shunaqa. har doim shunaqa bo'ladi? Novodo hamma joyda ko'kson feviru deydi. Anaqa ko'k. Gumma ham bor ekan. Mana vkusli narsa ekan. Achchiq bo'ladi. Gummalar zo'r. Menga yoqdi. 5 emas, malichni 6 qo'ydim. Haqiqatdan bunga men anaqa topmadim. Kommentariyada iltimos, pulini olganmisizlar, reklama deb yozmaydi bizda, faqat haqiqat aytamiz. Boring. Mana. Suya chiqdi.
Lekin tishlari sinmadi. Singanda boshqa gap yo'q. Avval. Vaguriyni men Qashqadaryoda, Buxoroda ko'rgan edim. Lekin Buxoroda ko'rgandim mana. Xorazmda vaguriysi boshqacha bo'lsa kerak. O'zi Xorazmda milliy taomda bormi vaguri? Yo'q, milliy taomda Milliy yo'q. taomda yo'q. Ha, Biz menyuda. ha, menyuda bor, ha. Vog'orimni shunaqa deyishardi. Qiladi-ku. Kamroq bering deb. Hali bizni sho'rt tutib olishimiz ham bor-ku. Hadi yo'q. Sezasizmi? Hidi yo'q. Ana, inmillab ketgan yumshoq yeyolmayman-u. Lekin jar sochni emas, aka. Ha. Hidi yo'q lekin. Lekin hidi yo'q. Menimcha bu eng asosiy taomdormi? Shunaqa. Vo, bu asarting bu. Asad. Tuxumbari. Qumbali bo'ladi. Bu manta ham nimadir deyiladi-da? Ha, janjiman. Janjiman, to'g'ri. Xorazmcha. Mana bu pelmenlari kichkina qo'lda tugiladi bu ham. И mana bu ko'kbarak. Bu qo'ltirbarak. Go'shtli bo'ladi. Men o'rtada nima? O'rtadagisi suv toshi. Suv Bu ham toshi. xorazmcha. Bu asarchi emas-a bu? Asosiy qilinadi. Masalan, terdirmasa tayyor mana shu zakaz qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Og'ri. Endi shu o'rinda hozir men bitta narsa iltimos qildim. Bu olma va apelsin aralashgan frez juda ham foydali. Menyuda yo'q ekan, lekin bizga qilib berishdi. Sizlar ham ichib ko'ringlar. Uyda bo'lsa ham farqi yo'q. Qayerda bo'lsanglar, juda foydali va mazali narsa. Qani oling. Bilasizlarmi, jijin emas, baby manta deyapman men. Qarang. Ham chuchvarani ko'rgan. O'zi yeb ko'rganmisiz? Institutda bitta Navoiylik qiz bo'lardi. O'sha masalan tuxumbari qilib bergan. O'shanda yeganman. Navoiylik qiz Xorazmda tuxumbari qilib bergan. Aynan. O'zi aslida tuxumbari, mana og'abek, keling, nima olib keldingiz yana? Bu nima? Bu kim? Bu sho'r kabob. O, sho'r kabobni eshitganman. Bu viriskadan qilasizlar? Shunaqa. O'shalardan qilasizlar. Takoy, ano. Uyg'urlardacha anaqa bor-ku, ano. Sokoro. Ha, sokoro, sundoro menga o'xshaydi. Og'abek, sizga savol. Ha, tuxumbari o'zi ichi tuxum bo'lishi kerak, to'g'rimi? Keyin o'sha ko'k, boshqa narsalarni qo'shib aralashtirishga. O'zi asli bu xamir va tuxum. Suv qaynab turganda og'ziga quyishadi, yopishadi, sirasi suvga tashlashadi. Shunaqa qilishadi. Mana o'sha qiz aytib bergan edi. Mana sho'rtdekkina, yumshoqqina. Bunga menga yoqdi. Keling, mana shu chuqulini ham yeymiz-da. Keyin nariga filialga borib, u yog'ini davom ettiramiz. Bu takoy malasolyonniy pomidor-da, to'g'rimi? Voy, jamoat narsa ekan. Bitta o'tirganda 15 ta tilab nobot tilimga bugun. Nechta tatalab? Bitta o'tirganda 15 talab qurtiyman-da. Jamoat manbob narsa ekan. Yo'l bo'yi nigini talashgan o'sha tilim bor. Bugungi faoliyatim tugatdi o'sha bor. Sizlarga savol. Alifboni hamma o'qigan, to'g'rimi? Harflar ketma-ketligi bor. Shunda oxiriga harf ikkita variant qoldiraman. Nigi deb o'qiladimi yoki n deb o'qiladimi? O'sha galosoy tashlab olgan. Orada podpiska tashlash esdan chiqmasin, quydirgilarni profiliga o'tib olish esdan chiqmasin, chunki yaqin kunlarda hamma videoni faqat o'sha profilda qo'yadi. O'sha qo'yilyapti ham. Sizlar xabarlar bo'lmayapti. Bizani Instagramdan ko'ra to'liqroq qilib YouTube'ga ham qo'yamiz. Mana marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bemalol mana borib ko'ramiz. Tagida chizuvchasi bilan o'rtada podpisatsiyani Instagramda ham, YouTube'da ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu filialga men juda ham yaxshi ta'rif bergan bo'lardim, to'g'risi. Menga vaguri prям hidi yo'liga yoqdi. Men bu vashcha go'sht zo'r baranglarni gapirmasa bo'ladi. Endi keyingi filialda ham shunaqa bizda o'zbekchada nima bo'ladi? Pishtirgan taassurotlar qoladimi yo'qmi? Ko'ramiz. Davomini ko'raylik. Baliq ham bormidi? Bu qovurilgan. Hop, qaynatilgan. Yo'q, bu mangalda pishadi. Okey. Og'abek shunicha saboy qilib bering, iltimos. Hozir bitta zo'r joyga boramiz, o'sha yerda ikimizni mayli, mo ko'payib ket. Shu yerda ham bering. Hozir mazani ham bilib bo'lmaydi o'sha. Hozir saboy qilishadi, pastda olamiz, chunki to'yib ketdik. Lekin bu filialdan fikrim yaxshi. Yaxshimi? Pastga tushib turamizmi? Ketdik. Azizga shunaqa qilib amallab mahallangiz tarafga olib kelib oldingiz. Bilasizlarmi, menga bu filial уже yoqyapti. Sababi ikkita. Birinchi sababi meni uyimga yaqin. Ikkinchi sababi men ko'rdimda, sevib qoldim bu terrasani. Yashil, yopiq, bemalol o'tirsa bo'ladigan joy ekan. Pulli hidi kelyapti, pulli sizlar. Yo'q, aslo yo'q. Bu yog'ini endi birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bilinyapti baribir. O'tgan yil olganman.
Boshladim. Boshladik. Xullas, Ha, bos keldikmi? ha, ikkinchi palon olib qo'ying. Biza restoranga kelsak, o'zimizni saboyimiz bilan keladigan bo'lib qolganmiz. Hozir narigi filialdan keldi bu. Tunov kundagi filialda. Ha, nima deydi? Isrofgarchilik bo'lmasligi uchun Biram yaxshimiz. lekin bitta narsa tekshirib ko'ramiz. Bu narsani dostavkaga zakaz qilsanglar, qanaqa darajada pishishini. Mana vilkam bor o'tganchi. O. Ovozi yaxshi. Menga ham yoqdi. Menga sal yorug' bo'lib ketibdi. Menga yo'q. Mayli. Endi filialda taomlarga o'tamiz. Menga bu tandir gomma narigi filialga ko'proq yoqdi. Xamiri yoqdi. O'shida sal chandirlik bor, atak xamiri yoqdi. Mana shu o'sha vazda. Sal sovuq qolibdi. Ko'chaga o'tirganimiz hisob bo'libdi. Zo'r narsa aytdim. Daryoda berish mudi bizaga. Nimani? Qovoli gomba. Qovoq yemasdim. Futbolga bo'lib qovoq yegan olib ketdim. Ishonasizmi? Qovoqda manta somsani ichidayman. Qoni o'zidan qovoq ana qil ovqatlar qilishadi-yu. Oshqovoq yo'q. Qanchalik bizani oshqozonga qiyin sizlarga ma'lumot yetkazib berishsizlar. Bu narsani tushunmaysizlar, shuning uchun ekan bosmaysizlar, podpiskam qilmaysizlar. Qani jigar? Mana ha, imida sar. Bos podpiska qilmading. Jigar. Tarelkangizni berordingizmi? Yopib ketishdi. O'zlayman. O'zingiz. Yo'q, bu ja suv emas lekin. Mana Bu mana narigi filialga qaraganda suvroq keldi. Oling. Mantini qanaqa turi bo'lmasin, chuchvara turimi, manti turimi, jajji manti turimi, farqi yo'q. Xamirga o'ralsa bo'ldi. Hatto usti yog'mayman. Qanaqa quruq tuyuladi menga. Men ichiga qovoq qo'shganman. Yeb ko'ring. Qovoq. Mana bu salat boyagi turganida ozgina cho'qiladim. Videoga tushdimi yo'qmi? Bu xamis salat ekan, takoy. Vitaminli. Ko'pchilik mana bu qilig'imdan boshqa profildan tanishadi aka. Sot qo'ymaydi endi. Menga bu filial atmosferasi juda ham yoqdi. Mana bu особенно hovlisi ichkarida joylashganiga na mashina shovqini, na boshqasi bor ekan, menga real o'tirish yoqyapti mana shu. Mana shu живой atmosferani o'zi baza beryapti. Maza qiladi anu. Hammasini yuvib ketadi devor. Ha, o'tirib bersangiz bo'ldi. Ana shularni ham qo'yib yuborishdi. Nimadan so'koro? Sho'rkabab. Sho'rkabab. Naryodiga zo'r edi. Bu yerga qanaqa ekan? Yumshoq, faqat sovuqroq. Ancha ham turdi-yu. So'ng 10 minutcha turdi, yolg'on bo'lmasin. Nonimiz, oling. Nima bo'ldi? Kim yedi bu nonni? Kadr ortida qorong'ich ketdi. Naq qo'yma. Non mazasi bir xilligi 100%, chunki bularni aytishdi-ku, bitta joyda pishirilib, hamma yoqqa tarqatiladi nonni ishlab. Xullas, taomlarni yedik, joylarni ko'rdik, endi fikrimizga keladigan bo'lsak. Boshlaymiz aka, boshlang. Ha, atmosferadan boshlayman. Birinchi filial atmosferasiga 10 balldan 8.5 qo'ygan bo'lardim, lekin ikkinchi filialga atmosferaga 10 dan 10 qo'yaman. Sababi ochiq havoda mazza qilib o'tirsa bo'lar ekan, kabinkalar alohida uyutni bor ekan va tug'ilgan kun o'yin kulgi qilsa bo'ladigan alohida joy bor ekan. Endi taomlarga keladigan bo'lsak, birinchi filialga taomlarga umumiy qilib oladigan bo'lsam 10 balldan 9 ball smelo qo'yardim, lekin ikkinchi filialda taomlarni ko'pi sovib qolganligi tufaylimi bilmadim, 10 dan 8 qo'ygan bo'lardim. Lekin bemalol kelib mazza qilib ketsa bo'ladigan joy menga umumiy olganda juda ham yoqdi. Zo'r. Hop, cho'zib o'tirmayman. Ovqatlarga u yoq tarafdagi 10 dan 9 qo'yardim. Sal kechikib ketishni hisobga olganim uchun bir minus qo'ydim. Mazasi yaxshi edi. Undan tashqari bu yoqda bo'lsa ham sovuq kelgani ham bor, bundan tashqari bu yoqda sovib qolganlarim bor. Shuning uchun 10 da 8 da qo'ygan bo'lardim. Xo'p, joyiga keladigan bo'lsa, bu yoqda men Azakanga